Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Skandoga apparatimiz komboloderda ishlashini tekshirib ko'ramiz. Spark mashinamizda ko'rib turganlaringdek obudasiga hech narsa ulangani yo'q, hech qanaqa kabel yo'q. Ko'rishlaring mumkin. Bemalol ko'rib turganlaringdek chiteni qilyapti. DPSda ham, komboloderda ham bemalol ishlayveradi. Hech qanaqa eshikka bermaydi. 10x trekerlarni bemalol diagnostika qiladi. Bezatkasi. Buni qulaylik tarafi qo'shimcha yana modullar qo'shib ketsa bo'ladi. Bir marta modullarga to'lov qilinadi. Bemalol pajezini ishlatilaveradi. Gadavoy to'lov degan narsa yo'q bularda. Ko'rib turganlaringda mana bemalol spakoyn chiteni qilyapti. Pasportlarni ham bemalol ko'rsatyapti. Hech qanaqa sim ulanmagan.